Hmm. Assalomu alaykum marasham suyuvchi do'stlarimizga. O'zimiz savollar ko'payib ketdi. Internetda, nimalarda, kommentariyada yozishyapti. Yenasiga nima bo'lgan degan foydali ma'lumot beramiz, akalar. Yenasi tirik, o'lgan yo'q. Yenasi yelida bez bor, yarim shaklda, yarimi ishlayapti, yarimi ishlamayapti. Shuning uchun ishimizda tinmay sut berilyapti qo'ziga. Sog'liq boqib turganda, ayniqsa bo'g'oz boqib turganda yillarga yaxshi ahamiyat beringlar. Bir tarafi katta, bir tarafi kichkina bo'lib, bez bo'lib ushlasalang o'zi qattiq bo'ladi. Yangi boqib turganlarga faqat bu ma'lumotlar, bilmaganlarga, eshitmaganlarga o'shanda foydali bo'ladi. Ko'rib ushlab ko'rsalang o'zi yelini bir tarafi katta, bir tarafi kichkina bo'lib, o'z so'skalaridan ham farq qiladi. Keyin u tug'ilgandan keyin, qo'y tug'ilgandan keyin yelinni hammasini ikkovini ham sog'ib, iloji boricha yaxshilab sog'ib, bitta qo'ymay sog'ib tashlash kerak, bo'shatib tashlash kerak. Hamma qo'ydi ham. Barini shunaqa qilib ko'rsa yaxshi bo'ladi. Dimlanib qolmaydi, qo'y ham dimlanmaydi, qo'zi ham dimlanmaydi. Zo'r katta bo'ladi, xudo xolasa. Kerakli ma'lumotlarni Alloh o'zimizga kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmaysizlar. Kerakli ma'lumotlar berishni davom etamiz.